Demasizda nani bo'lsa sansirashga bo'ladi. Siz chonindi boshlaysizda, xuddi shu gapni o'qib berasiz, tabiiy chiqaring faqat. Шоношигани Симеон Yo'g'on pog'ona chegirishga. O, charchab, iltimos savol bermay menga sen deganda javob berdingiz ohangi. No, mana bunaqa chiqarsangiz ham bo'lardi. Menga savol bering siz, ustoz, bo'sh vaqtingizda nima qilasiz odatda deb savol bering. Sen Shigani Simeon Moheyo. 저는 사실은 시간이 있으면 영화를 보거나 책을 읽어요. 저는 사실 degan qo'shimchani qo'shyapman. Bu improvizatsiya shunchaki. Lekin xuddi men sizni eshityapman, javobni tabiiy chiqarib beraman. 저는 시간 있으면 뭐 책을 읽어요 아니면은 영화를 보거나 책을 읽어요. deb ana emotsiya bilan gapiryapman. Xuddi menga xuddi ana hech kim gapirmayapti-da, qandoq bo'lib bir Azizbek o'quvchim savol berib qolibdilar. Bitta javob ber, xursand bo'lib javob beraman, ko'ryapsizmi? No, vроде men ham charchaganman. Mana siz ham charchagansiz, men ham ertalabdan beri dars o'taman, charchayman, lekin mashq bajarayotganda emotsiyani maksimalli chiqarishga harakat qilaman. Qarang, emotsiya orqali Azizbek so'zlar butun umr esimizda qoladigan funksiya yonadi, emotsiya bilan, tushunyapsizmi? Hayajon, qo'rquvlar bo'ladiki, qo'rqib aytasiz. Hayajon bilan voy so'zni to'g'ri aytyapmanmi, noto'g'ri aytyapmanmi deysiz-ku. Mana shu vaziyatda aynan so'zlar shakllanadi. Xato qilgan joyingiz, men sizga feedback beraman. Azizbek, men bu gapni mana bunaqa talaffuz qiling, mana bunaqa o'qing degan joyimda o'sha xatoni keyinchalik qilmaysiz. Потому что sizda emotsiya uyg'onyapti. Qo'rquv, hayajon bilan gapiryapsiz. Shuning uchun xatoni qo'rqmasdan qilavering, emotsiyani chiqarib bering. Mana shu yetsoyo. Keyingi grammatika, jamaja. Jamajani o'tamiz. Jamajani bilsangiz kerak menimcha. Fe'llarga nisbatan qo'shiladi har doim qilishim bilanoq, bitta ishni qilishimiz bilanoq boshqa ishni bajarishimiz kerakligida yoki bajarmoqchi bo'lganligimizda ishlatamiz. Misol uchun, darsni tugatishim bilanoq yoja chingum bilan ko'rishgani ketaman, misol uchun. Darsni tugatishim bilanoq sport zaliga ketaman deymiz, to'g'rimi? Siz gap tuzib ko'ring, darsni tugatishim bilanoq yoja chingum bilan ko'rishgani ketaman deyincha qanaqa bo'ladi? Bobul kinna jamaja bo'ladimi? Короче, kinna jamaja. Bobul kinna jamaja. Yoja chingo'ril. Yoja chingo'ran. Yoja chingo'ran. Uchrashgani ketaman. Mannaro kalkeyo. Kayo desangiz ham bo'ladi, kalkeyo desangiz ham bo'ladi, kalkoyo desangiz ham bo'ladi. Bilasiz, kelasi zamon umuman qiziq, qaysini qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi gapni umumiy yana boshdan aytamiz. Qanaqa bo'ldi? Bobul kinna jamaja, yoja chingo'ran, mannaro 가요. 그렇지. 수업 끝나자마자 여자친구랑 만나러 가요. 솔직히 여자친구 요는 deyman-da, emotsiyani his qila olmayapsiz. Yo'q, mana men sizni videolaringizni ko'rib, dars o'tib olishdan ko'rib, ko'p qaytarardim. Hali men siz videolaringizni oxiriga o'sha Chavonaran yogikachi deyishingizni eshitish uchun ko'rardim oxirigacha. Appreciate. Kamdongni Aha, Chavonaran yogigacha. Ya'ni orqamdan qaytarib mashq qilgansiz, shadowing mashqlarni qilgansiz menimcha. Zo'r. Nimaga darsga chiqmayapti? Lekin bilmayman, hozir prima gaplashib turgan, bari hayajon bormi? Balki. Qarang. Iltayil suvob bir kishi bilan bir kishi ustoz bilan ishlayotganingiz plus tomoni nimada? Tabiiy jarayon, tabiiy inson bo'lyapti. Bu tabiiy jarayonda xato qilish, tabiiy jarayonga qarab gapirish. Bilasizmi, ertaga qo'rqmasdan ko'chada gapirishingizga ham shu qo'rquvlarni ancha-munchasini yengib qo'yamiz-da. Siz menga xato qilib gapiring, borligicha gapiring, men to'g'rilay, feedbacklar berib. Azizbek unaqa emas, bunaqa. Erinmasdan to'g'rilaymiz, nastroyga qilamiz, to perfektni holatga kelgun, ideal holatga kelguncha. Keyin ko'chada bunday sinaganingizda afshotga chiqadi. Xo'p, ketdi. Ilsorok fe'lga har doim fe'llarga nisbatan qo'shilinadi. O'zbek tilida tarjimasi gani sayin. Biror bir ishni, ish harakatni qilganim sayin deb tarjima qilinadi. Shuni sport bilan shug'ullanganim sari, misol uchun, tanam chiroylilashib ketyapti, misol uchun-da. Ya'ni gani sayin, gani sari misol uchun tarjima qilsa bo'ladi o'zbek tilida. Endi kitob bizga gap bergan, e'tibor bering. Gapni o'qib tarjima qilamiz, bilmagan so'zga men yordam beraman. Here we go. Shigani kindal surok. To'g'ri o'qing. Kindal surok emas. Kindal surok. Короче. Shigani chinal surok. Ueman manachi는 것 같아요. Короче, 시간이 지날수록 후회만 많아지는 것 같아요. Nima demoqchi bu Azizbek? Surok. Vaqt chinada degani o'tmoq degani. Ilsoro grammatika nima edi? Tarjimasi? O'tgani sayin. Короче, vaqt o'tgani sayin deyapti. Huve degani afsus degani. Afsus, mana bu man nima edi? Faqatgina afsus manachining 것 같아요 deyapti. Nima degani? Manachida.
manta o'zi ko'p, abi chida qo'shimcha borda, chida qo'shimcha lashib ketmoq, ya'ni o'zbek tilida tarjimasi shunaqa, chiroylashib ketmoq, yeb boshida. Norin chincha yeb boshasa deydi. Sen ro'stan chiroylashib ketibsan-a deysiz misol qiz bola do'stingizga. Mana chossa degani ko'payib ketdi. Chogo chossa misol shu kamayib ketdi. Chida degani lashib ketmoq tarjimasini beradi. Endi opchi tarjima qilamiz. Vaqt o'tgani sayin faqatgina afsus ko'payib ketayotganga o'xshaydi. Kattayoga o'xshamoq grammatikaga yo'qda. Ya'ni bu yerda grammatikamizni vazifasi el so'roq, ya'ni sayin deb tarjima qilaman. Ashiga so'yo. Bu minusga ishlaydigan gap, salbiy gap, to'g'rimi? Endi xuddi mana siz hozir charchagansiz-ku, siz chiqarib bera oladigan ovozda endi bitta aytib ko'ringchi, vaqt o'tgani sayin faqatgina afsus ko'payotganga o'xshaydi deydi. Qani bitta. Here we go. 시간은 지날수록 오후에만 많아질 것 같아요. 오, chiqdi-yu. 시간이 지날수록 후회만 많아진 것 같아요, 쌤. 씨, deb qo'yasizda.